sinfdoshlar 30 ga kirdik. Detskiy plashatkada o'ynagandan ko'ra ketdik, Baliga borib o'ynab kelamiz. Ketamizmi? Chiroyli, Bali. 10 kunga olsak-a mashitga. Bu mana 25 ga mayga. Bayramga olaylik, ketdik. Davay. Ya, 25 men bora olmayman. Bolalar xotinim tug'adigan-da. Akshermisan, qaydan bilasan? Va doktorlar aytdi, jinni. Qancha necha kun bor? Ha, bir 10-15 kuncha bor. 10-15 kun bor. Bu kesaroq boringlar. Bo'ldi, bo'lmasa borsak hammamiz birga boraylik. Farzandli bo'lsin, keyin ketamiz. Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Hali 10-15 kun bor ekan. Bemalol borib kelsak bo'lardi ekan, borib. Yomon kutdingda. Mana nihoyat mana farzandli bo'ldilar diyor ekan. Barakali farzand barakali joyda nishonlanadi. Mana sariq bola pitssadan zo'r setlar qilishibdi. Mana misol uchun ikkita go'shtli setimiz 119 ming. Tasavvur qilinglar, mana ikkita danarli 121 ming. Barakaliligini qarang. Hammaga yetadi, qarang. Endi mana diyorda xotini tug'ib, to'g'rimi? 10-avgustga reja qilamiz Balini. Nima deysiz? 10-avgust. Ya men boraman, xotinim tug'adigan edi. Ko'payishdan boshqa nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Keling yetgan 5-6 kun kutib tursa hech narsa qilmaydi. Aliq vasha xavotir olma. Etilingan vaqtda baribir tug'ilmas ekan. Mana meniki ham 2 oy o'tib tug'ildi. Bemalol borur. Rostdan. Ha, bo'ldi, ketdi, davay. Bolalar, mo jinnini qaranglar. Mayka kiyyapti, Balida qichi-u. Bolalar bo'linglar, kechga qolamiz. Alo. Jahongir, Muhammadali o'g'lim qayerda? Ha, Muhammadali oldimda amaki. Aytdim, adasi shimpirin qidiradi. Telefoniga tusha olmayapman. Tez laptopga kelsin, xotini tug'yapti. Bo'ldi, hozir aytib qo'yaman. Xo'p. Nima deyapti? Nima deyapti? Baliga eson-omon borib kelinglar deyapti. Xavotir oladi, otadi baribir. Xatar bo'lsin. Dam degi dam 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 dam